Assalomu alaykum Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, do'stlar, gulshinamandalari. Mana shu erta bahor olib kelib xonadonimga mana shu holatda, bundan ham kichikroq edi. Mana shu holatda mana shunday. Mana shu holatda, kichkina holatda olib kelib ekkan edim. Yoz mobaynida chiroyli, go'zallik berdi hovliga. Bu gulni nomi Sanchezia. Ya'ni mahalliy tilda aholining orasida bu zebra gulam deb ataladi. Zebraga o'xshaganligi uchun to'nimdoq chiziq bo'lganligi uchun zebra gulam deb ataladi. Osonroq qilib buni vegetativ ko'paytirish usulida ko'paytirib boriladi. Mana shu kunlar qaytgandan keyin mana salqin tushishni boshladi. Bu hozir mana shu holatda yerda o'sib turibdi. Buni kesib oldim, tagida shu 15 sm qoldi. Bu yana ildiz otib mana shu holatga yana kelib ketaveradi. Lekin yuqori tomonini kesib olgandan keyin buni albatta qalamcha qilib ko'paytirish ishlarini olib borishimiz kerak. Mana shunday mana shu xona gullari mana shunday qalamcha qilib ko'paytirish mumkin bo'ladi. Ayrimlarini qilib bo'lmaydi. Bunda yarim yog'ochlik qism bo'lganligi uchun ildiz otish xususiyati bor. Mana shu ildiz otish xususiyatidan foydalanib, mana shu yerda mana bunday ildiz ottiradigan 5 litrga eritib oladigan o'zi ildiz rivojlantirish, ildiz ottirish dorilar sotadi agrodo'konlarda. O'shani eritgan holatda mana chelaklarga solib buni tayyorlab mana shunday solib qo'yamiz. Bir 4-5 soat 6 soat turgandan keyin qalamcha qilib yerlarga ekish mumkin bo'ladi. Mana shu holatda ham tayyorlash mumkin. Mana shu yerdan ildiz otadi. Mana shu bo'g'imga yaqinroq joydan kesib olinadi. Ko'ndalanga kesib olinadi va mana shu yerda ildiz otgandan keyin yerga qalamcha qilamiz. Ildiz otgandan keyin mana shu yerdan mana shunday yangi novdalar shakllanib chiqib ketadi. Hop, imkon qadar qalamchani biz yo'g'onroq, baqvatroq tanasidan olganimiz ma'qulroq bo'ladi. Sababi mana shunday hozir mana juda mana shu yerda nihoyatda ko'p mana shunday novdalar chiqdi. Bu novdalar qalamcha qilishga yaramaydi. Sababi kunisi hali sentyabr, oktyabrda bo'lsa kech qolamiz. Ildiz otib, tor rivojlanib, u shakllanguncha vaqt qisqa bo'lib qoladi. Havo tez sovib ketadi va mana shu biz ildiz ottirmoqchi bo'lgan gullarimiz ulgurmay qoladi, qishga yaqinlashib qoladi. Bularni hammasini tuvakka ko'chirib olib, xonaga olib kirib ketish kerak bo'ladi. U paytda yetilmay qoladi. Shuning uchun agar juda yosh kichkina bo'lsa, tuvakda ham rivojlanishi juda uzayib, cho'zilib ketadi. Maqsadimiz yerda ko'proq rivojlantirib, tezroq rivojlantirib olish bo'ladi. Shuning uchun baqvatroq mana shunday novdalardan olganimiz yaxshi. Mana novdalarga nisbatan, ingichka novdalarga nisbatan mana shunday baqvatroq novdadan olganingiz yaxshiroq bo'ladi. Imkon qadar mana shunday novdalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi bu Sanchezia guli juda chiroyli, go'zal, yerga ekib ko'paytirish mumkin. Yerga ekkandan keyin albatta buni mana tayyorlab oldik. Mana shuni mana shu yergacha hop qalamcha qilinadi. Qalamcha mana shu yerda qolsa bo'ldi. Mana shu yerdan ildiz otib ketadi. Pasi yuqoridan mana shunday yangi novdalar shakllanadi. Ya'ni chiqib ketadi. Shuning uchun mana shu xususiyatdan foydalanib ko'paytirish mumkin. Vegetativ ko'paytirish, urug'idan ko'paytirish emas, bu poyadan ko'paytirish, vegetativ ko'paytirish hisoblanadi. Juda ko'p gullarni ko'paytirishga harakat qildim.
Mana Qora shahzodani ekdim, bergidan olib, bergidan va tanaga yaqinroq joyidan olgani kesib olinadi-da, ekilsa, u ham ko'payib, ildiz otib, yangi ko'chat shakllanishni boshlaydi. Gerallarni ham shunday qilish mumkin. Keyingi yili Xudo xolasa Alloh nasib qilsa, boshqa turli tuman mana shunday vegetativ ko'paytirish usulida foydalanadigan juda ko'p gullar bilan sizlarni tanishtirib boraman, ekaman va tajriba qilib sizlarga juda ko'p holatlarni ko'rsatib boraman. Mana shunday holatda chelaklarga solib mana bu 4-5 soat, 6 soatgacha turadi. Hozir ertalabki 7-8 bo'lsa, demak kechki salqinda bemalol eksak bo'ladi. Joylar tayyorlab qo'yamiz va buni qalamcha qilib ekamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Tomorqachilik kanalida mana shunday kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni albatta har doim berib boramiz. Kuzatib boringlar. Sog'-omon bo'linglar. Atrofimiz go'zal, qalbimiz mana shu go'zallikka doim harakat qilib intilib yurishimiz kerak. Omon bo'linglar. Videolar kuzatib boringlar. Bular tashlab yuboramiz. Mana yakunladik. Xohlasa bular ildiz otadigan suvga joylashtirib qo'ydik. Mana shu yerdan kesib olingan gullar, mana shular hozir mana shu yerdan kesib olingan. Kesib oldik. Mana bunaqa holatda baland bo'lib o'sib yotuvdi. Kesib oldik. Bundan oldingi kesib olingan gullar mana shakllanib, mana chiroyli yangi nodalar shakllanyapti, o'sib chiqyapti. Bularni endi shu 15-20 kun, bir oyda ichida ko'chirib, tuvaklarga ko'chirib bemalol olib tashlashimiz mumkin. Bu yerdan oldin nimani tagiga, materialni tagiga qalamcha qilib, qator qilib 10 metrga 4 qator qilib qalamcha qilingan. Ular ham ildiz otib rivojlanib boryapti. Xudo xolasa mana shunday ishlarni doimiy qilib borishlikka harakat qilaylik. Mana kivilar o'sib yotibdi. Mana kivi. Kivini lekin hozircha qalamcha qilib bo'lmaydi ekan. Qilib ko'rdim qalamchasini, yozda bo'lmadi. Endi bahorda ko'ramiz va payvand ishlarini ham olib boramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Mana moviy archa, golboy yel. Buni ham quyoshda saqlab, yozi bilan saqlab oldim. Xudo xolasa o'tdi, endi bundan buyog'iga xavf xatar yo'q.